Yana buzildimi? Sho'tta katta bo'lgandan-da kursdoshlar. Ya, olingiz keldi. Assalomu alaykum aka. Julian, Tuzumsada. o'tirganda to'q sovlar. Kursdoshlar mana. O'zi kontrakt o'qishanda menga yana mehmon olib kelasizmi? Xush kelibsizlar yigitlar. Ota-onalar yaxshimi, onanglar? Kiringlar. Fu, buncha chang urdi. Uylar buncha kichkina. Kattasi kerakmi? Uyni kattasi kerakmi? Kirovoz kichkinasiga keyin kattasini ham qilamiz. Amin. Sizlar keldinglar, balo kelmasin. O'zi qachon ketyapsizlar? Ertaga ketamiz ha? Dushanba ketinglar. Bular bekorchimi sanga? Ishlari bor. Ertaga ketasizlar ha? Oyi, o'rtoqlarimga katta gapirib qo'ygandim-da, demzira deb tosh qilib bering. Beraman o'g'lim. Qo'y ikkidan bo'lsin. Ottikidan bo'lmaydimi? O'tniki ham bo'ladimi? Qazi deyapti. Amaki, Yeb boshim. tualet bormi? Yo'q, biz inam platilanku. Ha? Bor, конечно. Ko'rsat olasizmi? Yo'q. Amaki qatta u? Hatta. Xola, jakuzi yo'qmi? Jacuzzi nima? Cho'milishga-da. Ha, bizda aptava bor. Aptava nima edi? Optimallashtirilgan cho'milish asbobi. Amaki uzoqmi? Isming nima sani? Nurik. Nurik, sabr qilib yuring. Mana keldik. Mana tualet kir. Amaki bo'ldi, o'sha foydasi yo'q. Nimaga? Endi ko'proq vlajni kerak bo'ladi xolos. Yur ketdik. Ertalabgacha boramizmi? Tezroq yursang boramiz. Tinchlikmi, Panji? Kursdoshlaringni olib kelsa bir tanishib qo'yaylik. Achki bu yoqqa kel. Yoqqa. Achking qimmat ekan ha. Sovg'ami bu? Bu yoqqa, bu yoqqa kelsan. Tushunmadim. Tushunmadim. Akalarimga telefon qilaman. Tushunmadimmi? Любойga qil. Olyaptimi telefonni? Antena yo'q. Mobius emasmi telefoning? Yo'q. Mobius ishlatish kerak, o'shaning uchun. Hozir vodiy shaharlari Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qonda 5G ishlayapti. Internet uchyapti. Xohlasangiz bitta urib seni ham uchirib yuboraman. Tushundingmi? Ancha. Assalomu alaykum, amaki. Nima meni mehmonlarim jinni qilyapsan? Prosta tanishdik. Tur yo'qol uyingga. Xo'p bo'la. Nima sasyapti? Sen yuvmadingmi hali? Evet. Qayerdansan Nurik? Viloyatdan. Sanchi? Tumandan. Oho, mana shularni kirib kelishinglarda bir New Yorkdanmi deb o'ylayman. Qozini bilmaysanmi nimaligini? Qozi nimamish? Aka, motorim taqilyapti. Bitta ko'rib bering. Ko'rib berishim $500. To'g'rilashchi. To'g'rilash endi qaraymiz. Vaqtimiz bo'lsa to'g'rilab beramiz. Lekin ko'rish $500. Telefon bilan. Kim? Alo. Lexus nima bo'ldi? Bir oydan keyin kutasiz ochirtingizni, bir oydan keyin olib ketasiz. Kim? Jamshidlar. Rolls Royce nima bo'ldi? 2 oy. 2 oydan esa bu ferlarni to'g'rilab beraman. Davay, vaqtim yo'q. Keling. Xo'p. $1000? Ha, $3000 beraman. Ha, mazza qilinglar, davay. $1000 qo'y. Sen 4000 mana shogirdim ham $1000 beradi. Ya aka, men mashinam nima bo'ldi? Sizni boshingiz nima bo'lgan? Motori ketgan, buzilgan. Qachon? 2 oy bo'ldi. Yana bir oy kuting. Motion ko'p. Men ham robot emasman, motion ko'p. Qilishim kerak. Jon aka, bizani ham mashina motorini ko'rib bering. Sen kim hapsi ko'rib bermayman uka. Nimaga? Turqing yoqmayapti, bilmayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, voliday muhtaram. Mol olib keldinglar, mol olib ketasizlar. Bu kuyovni ko'rgani kelyapman deb 2 kilo go'sht ham olmaysizlar, ha? Mana olma oldik. Bu 2000 so'mlik tosholmani nima qo'yga beraman? Ana qaraysiz, oyog'ingizga mana uni kiyib oling bahillarni. Nimaga? Oyog'i sasitda. Men. Ona shunday masaj qilib yuboring oyog'ida. Hay bo'lmasa. Qo'ying. Yo'q, kasal bo'lib qoldingizmi? Ha, jicha maza yo'q. Ukol dori-darmon bor, ukol qiladigan odam yo'q. Siz hamshiramiz? Ha. Shunday dumada urib yuboring.